Assalomu alaykum. Siz bilan Kernel Graph kanali. Bugun ikkinchi darsimizda Python nima, u qanday ishlaydi va nima uchun aynan Pythonni tanlashingiz kerak. Shu haqida to'liq va sodda qilib tushuntiraman. Shunday qilib boshladik. Python dasturlash tiliga kirish. Dasturlashning eng mashhur tili bilan tanishing, Python. Python nima? Yuqoridagi darajada oson va o'qilishi sodda dasturlash tili hisoblanadi. U 1991-yilda Guido van Rossum tomonidan yaratilgan. Python yangi boshlovchilar uchun juda mos til hisoblanadi, ideal til. Nega aynan Python? Sintaksisi oddiy, o'qish oson, har qanday platformada ishlaydi. Windows, Mac, Linux, har qanday OS operatsion sistemada Pythonda kod yoza olasiz bemalol. Juda katta kutubxonalar omboriga ega hamda ham kutubxonalar ham frameworklarga ega, juda ko'p sohalarda ishlatiladi. Frameworklari, kutubxonalari, web, data science, AI, botlar hammasini qilish mumkin. Python dasturlash tilida website, full stack yoki backend qismini qilishingiz mumkin. Data science, AI, supervision, computer vision demoqchi edim. Computer vision, Telegram botlar, juda ko'p narsa qilsa bo'ladi. Python bilan nima qilsa bo'ladi? Web ilovalar, Django, Flask, full stack qilsa bo'ladi. Djangoda yoki Flask orqali faqat backendini qilsa bo'ladi. Data analytica, Pandas, NumPy. Pandas, NumPy bu Pythonda framework hisoblanadi. U bilan data analytica yoki data science bo'yicha o'rgansangiz bo'ladi. Keyingi yo'nalish bu sun'iy intellekt. Sun'iy intellektda ham TensorFlow yoki Scikit-learn frameworklar asosida o'rgansangiz bo'ladi. Avtomatlashtirish, skriptlar, botlar, o'sha Telegram botlar qilsa bo'ladi. Python orqali, PyJam framework orqali o'yinlar yaratsangiz bo'ladi. IoT va robototexnika bo'yicha ham frameworklari bor. U bilan bemalol o'zingiz robotingiz yasashingiz mumkin Python dasturlash tili orqali. Kimlar ishlatadi? Python dasturlash tilini kimlar ishlatadi? Bular dunyoning yirik kompaniyalari hisoblanadi. Google, YouTube, Instagram, Netflix, NASA, shu katta kompaniyalar ham Python dasturlash tili bo'yicha, agar Python dasturlash tilini juda yaxshi bilsangiz, bu kompaniyalar sizni bemalol ishga oladi, jon deb. Qanday qilib tez o'rganish mumkin Python dasturlash tilini? Eng ko'p amaliyot, masalan, ma'lumot turlari, masalan, keyingi darslarda Pythonni boshlaymiz inshaalloh. Python dasturlash tilini unda shu listlar yoki boshqa kerakli narsani o'rgandingizmi, u bo'yicha masala yechishingiz kerak. Ko'proq masala. Ko'proq masala yechsangiz, shundagina Pythonda juda yaxshi tushunasiz va mukammallashtirasiz o'zingizni bilimlaringizni. Keyinchalik Django o'tamiz. Djangoda kichik loyihalar qilinadi, portfolio yaratamiz, resurslardan foydalanish, Stack Overflow bor, juda katta ma'lumotlar bor bu yerda, juda foydali narsalar bor. YouTube kabi, iloji yo'q paytda ChatGPT ishlatganingiz yaxshi. YouTube kabi platformalarda savollarga javob topish va yangi narsalarni o'rganish uchun foydalanish kerak. Python o'zi aslida dasturlash tillari ikki turga bo'linadi. Interpretator va kompilyator hisoblanadi. Uni o'tgan oldingi darsimizda ham tushuntirgandim. Python bu interpretator tiliga kiradi. Hozir esa sizlar bilan birinchi kodimizni yozamiz. Buning uchun nima qilish kerak? Sizlarga tavsiyam albatta PyCharmdan foydalanish. Install PyCharm deymiz. Install PyCharm. Bu yerda install PyCharm chiqadi. Bu yerda mana
Windows uchun macOS, Linux. Sizniki agar Windows bo'lsa, Windowsda o'rnatasiz, lekin meniki Linux va uje kompyuterimda allaqachon bor. Ochib ko'ramiz. Bu yerda paycharimni ochdi. Bu necha versiyasi ekan? Bu eng yangi versiyasi ekan. Version 2025 1.2. Buni hozir eskiroq versiyasini topish kerak. Buni ham to'g'ritasiz bo'ladi. Bu Linux uchun, lekin siz Windowsga o'tkazib turib, Windowsdan downloadni bossangiz, o'zi tayyor install qilib oladi va uni next qilsangiz bo'ldi. O'sha paycharim to'g'ritiladi. Paycharimni ochib olamiz va bu yerda birinchi kodimizni yozamiz. Ism. Bu o'zgaruvchi. Hozir o'zgaruvchi ochdik. Ism string ko'rinishida. String olamiz buni. String input. Bu yerda ismingizni kiriting. Bu yerda esa print qilamiz. F stringda ism yozamiz va Python bo'yicha birinchi darsga xush kelibsiz. Endi buni yuritamiz. İsmingizni kiriting. Men o'zim ismimni kiritaman. Abdulaziz. Python bo'yicha birinchi darsga xush kelibsiz. Qiziqarli bo'lish uchun yozdim. Mukammal kodlarni, masalalarni keyinchalik yana keyingi darslarda yechamiz inshaalloh. Shu bilan dasturlashga kirish bo'yicha darsimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Like bosing, do'stlaringizga ulashing. Qaysi do'stlaringiz Pythonda yoki qaysi dasturlash bo'yicha o'rganmoqchi niyatida bo'lganlarga jo'natib qo'ying. Sog' bo'ling, omon bo'ling.